Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar hamda bosh buxgalterlar. Navbatdagi mavzuyimiz banklarda buxgalteriya hisobining hisob varaqlar rejasi umumiy tavsifi. Banklardagi shotlar rejasi biz uchun nimaga kerak? Bankda sizning hisob raqamingizdan kirgan hamda chiqqan pullar hisobi yuritiladi. Biz bu ma'lumotlarni bankdan olishimiz mumkin. Banklar o'zlarining hisob varaq rejalari asosida provodga tuzishadi. Biz uni o'zimizni buxgalteriyamizga o'girib olishimiz uchun banklardagi hisob varaq rejalaridan ham xabarimiz bo'lishi shart. Shaxsiy hisob varaqlar quyidagi sxema bo'yicha kodlashtiriladi. Banklardagi hisob raqamlar 20 talik bo'ladi va dastlabki 5 tasi hisob varaq kodini anglatadi. Keyingi 3 tasi valyuta kodi. 3 ta 0 bo'lsa so'm, 840 bo'lsa dollar va hokazo. Keyingi bitta raqam u nazorat kaliti bank tomonidan beriladi. Keyingi 8 tasi mijozning kodi. Bu nima degani? Xuddi jismoniy shaxslarning 14 talik PNFL raqamlari bo'lgandek, yuridik shaxslarning ham 8 talik maxsus kodlar bo'ladi. Unikalka deyiladi. O'sha o'zgarmaydi. Oxirgi 3 tasi esa hisob varaqning tartib raqami. Sizning birlamchi, ikkilamchi shotlaringiz bo'lsa 001, 002 bo'lib ketaveradi. Ko'p ishlatiladigan hisob varaqlar ro'yxati. Endi bu ro'yxatni kengaytirishimiz ham mumkin. Asosan ishlatiladigan shotlar haqida ma'lumot berishga harakat qildik. 10-100 bilan boshlanadigan bo'lsa, demak kassadagi naqd va boshqa to'lov hujjatlarini anglatadi. Bu nima degani? Sizning hisob raqamingizga bank kassasidan naqd pul topshirilganligini yoki hisob raqamingizdan naqd pul olinganligini anglatadi. 13-101 bilan boshlanadigan hisob raqamlar qisqa muddatli kreditlarni anglatadi. Ya'ni biz 68-10 shotini ishlatamiz. 15-501 bilan 15-501 bilan boshlanadigan hisob varaqlar bu uzoq muddatli kreditlarni anglatadi. 16-309 kredit foizlarini anglatadi. 16-401 bilan boshlanadigan hisob raqamlar bank xizmat haqlarini undirib olganda shu raqam orqali ifodalaydi. 2208 xususiy korxonalarning saqlanadigan depozitlari. 22628 bilan boshlanadigan hisob raqamlar bu shaxsiy jamg'arma boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratmalarni anglatadi. Ya'ni sizning hisob raqamingizdan 22628 bilan boshlanadigan hisob raqamiga pul chiqqan bo'lsa, bilingki NPS to'langan. 23102 bu korporativ kartalarni anglatadi. 23106 ish haqi to'lovlarini anglatadi. Ya'ni jismoniy shaxsni korxonaga biriktirilgan plastik karta raqami. 23120 bu ham jismoniy shaxslarga to'langan mablag'larni anglatadi. Bunda jismoniy shaxsning kartasi tashkilotga biriktirilmagan bo'lsa yoki jismoniy shaxsdan ijaraga olingan bo'lsa-da mulk ijara haqlari o'tkazilganda 23120 raqamidan foydalaniladi. 23402 byudjet mablag'lari bunda odatda soliqlar to'langanda va elektr energiya va gazlarga to'lov qilinganda shu raqamga pul to'lanadi. 23510 bular terminal orqali tushgan pul mablag'larini anglatadi. 23510 dan tashqari 23508 shot ham ishlatilishi mumkin. Keling bank ko'chirmasini ko'rib, unga provodga berishga harakat qilamiz. E'tiboringizga bank ko'chirmasini taqdim etamiz. Shu bank ko'chirmasini to'g'ri o'qishni va to'g'ri provodga tuzishni o'rganamiz. Avval ta'kidlaganimizdek, kredit tomonda bizning hisob raqamiga kiruvchi pul mablag'lari aks ettiriladi. Debet tomonda esa chiquvchi pul mablag'lari aks ettiriladi. Biz shu pullarga va bank ko'chirmasidagi ma'lumotlarga qarab buxgalteriyada provodga tuzamiz. $69,860 so'm kredit tomonda turibdi. Demak, biz uchun bu kirim pullar bo'ladi. Bizning hisob raqamimizga pul kirganda pulimiz ko'payadi. Hisob raqamining shoti 5110, aktiv shot ko'payganda debet tomonda aks ettiramiz. Va pul mablag'lari qayerdan keldi? Dastlab hisob varaq turiga qaraymiz. Dastlabki 5 tasidan aniqlashtirib olamiz. 23508
Bu terminal orqali tushgan pul mablag'lari. To'lov maqsadini o'qisangiz ham Humo kartadan pul tushganini ko'rishingiz mumkin. Biz terminal orqali tushgan pul mablag'larini 5710, ya'ni yo'ldagi pul mablag'lari shotida ifodalaymiz. Sababi terminal orqali tushgan pullar dastlab boshqa hisob raqamga tushadi, ya'ni 23500 lik hisob raqamga, ma'lum vaqtdan keyin sizning asosiy hisob raqamingizga o'tadi. Bu nima degani? Terminal orqali 100 ming so'mlik tovarlar sotildi, realizatsiya qilindi. Bizda terminal hisob raqamimizga pul mablag'lari ko'payadi. 5710 yo'ldagi pul mablag'lari buni debetga yozamiz dedik. Kredit tomonda esa xaridorlardan, chakana xaridorlardan pul kelib tushadi. Chakanada 90-20 shot ham ishlatilishi mumkin. Endi terminal hisob raqamimizga tushgan pul mablag'i ma'lum vaqtdan keyin asosiy hisob raqamimizga o'tadi. Ya'ni asosiy hisob raqamimizda pul ko'payadi, terminal hisob raqamimizda pul kamayadi. Va odatda banklar 0.2% xizmat haqlarini ushlab qolgan holda hisob raqamimizga 99.8% pulni o'tkazib berishadi. Bu ya'ni 99.800 so'm. 200 so'm esa bank xizmat haqini olib qolganligi uchun 94.30 ga provodga beramiz. Buni yana batafsilroq ko'rib chiqamiz. Demak, hisob raqamimizga 69.860 so'm pul kelib tushdi. Endi to'lov maqsadini o'qisangiz 0.2% komissiyaga, ya'ni 140 so'm komissiyaga ushlab qolindi deyapti. Demak, biz 70 ming so'mlik tovar sotganmiz, shundan 69.860 so'm bizning hisob raqamimizga pul tushyapti, 140 so'm esa bank xizmat haqiga ushlab qolyapti. Navbatdagi provodkani ko'ramiz. Yana 23508 kirim pullar, demak 51 ko'paydi va hisob raqamdan pul mablag'lari keldi. Qolganlari ham 23508 liklar shu tartibda davom etadi. Navbatdagisi 1.200.000 so'm debet tomonda aks ettirilyapti. Demak, bu biz uchun chiqim bo'lib, hisob raqamimizdan pul chiqqanda kreditda aks ettiramiz aktiv shotni va kimga to'ladik? Mars MCJ 20208 bu biror bir tashkilotning hisob raqami, asosiy hisob raqamiga o'tkazamiz va nima maqsadda? Onlayn NKM ning abonent to'lovi. Mol yetkazib beruvchi desak 60 bo'ladi. Keyingisi 16401 bilan boshlanayotgan hisob raqam. Bu bank xizmat haqlarini ushlab qolganda shunday bo'ladi. 2400 so'm bizdan chiqim bo'lyapti. 51 kreditlandi. 2400 so'm nima maqsadda ketyapti? Pogashение debet оборот 2400 so'm, at summa 1.200.000 so'm. Ya'ni 1.200.000 so'm bizni pulimizni bank ko'chirib berganligi uchun Mars MCJ ga xizmat haqi olib qolyapti. Biz bank xizmat haqini 94.30 da yuritamiz. Keyingisi 5370 so'm, bu ham chiqim mablag'lari bo'lganligi uchun 51 kreditlanadi va qayerga ketdi? 22628. Biz hali yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratmalar. To'lov maqsadini o'qisangiz ham fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya badaliga ajratma. Bizda NPS uchun to'lov 65.30. Keyingisi 14 million so'm chiqim bo'lyapti. Tabiiyki 51 kreditlanadi va kimga ketdi? Mebel MCJ. Falon shartnomaga asosan mebellar olish uchun mol yetkazib beruvchilarga to'landi. Va 14 million so'm pul ko'chirilganligi uchun bank 0.2% o'z xizmat haqini olib qolyapti. Pul kamaydi hamda bank xizmat haqiga ketdi. Keyingisi 5370 so'm debet tomonda turibdi. Bu ham chiqim mablag'lar bo'lib 51 kreditlanadi va shot raqamiga qarasak 22628 bu shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlariga ajratma. Keyingisi ham xuddi shunday ekan. Keyingisi 9.429.000 so'm. Bu ham debet tomonda turibdi. Demak, chiqimni anglatadi. Pul mablag'lari kamaydi bizda va qayerga ketdi? Hisob raqamining dastlabki 5 tasiga e'tibor qaratamiz. 23106 bu ish haqlari deb aytdik. Ish haqlarini to'lasa
67.10 qarzimiz kamayapti. To'lov maqsadiga qaraganda ham заработная plata za yanvar-fevral 2025 deyilgan. Keyingi pul mablag'lari 4.936.000 so'm chiqim bo'lyapti. 51 kreditlanadi va kimga ketdi? Farm MCJ dori-darmon olish uchun mol yetkazib beruvchilarga va bank 4.936.000 so'm pul ko'chirilganligi uchun 0.12% xizmat haqi olib qolyapti. Bank xizmat haqi 94.30 51.10. Keyingisi 783.000 so'm pul chiqim bo'lyapti. 51 kreditlandi va qayerga ketdi? 23.402 biz respublika g'azna shoti dedik buni va to'lov maqsadiga qaraymiz. Endi bu hisob raqamdan qaysi soliq ekanligini bilib bo'lmaydi. Shunda to'lov maqsadini qarasak, оплата за социальный налог ijtimoiy soliq uchun to'landi. Ijtimoiy soliq bo'yicha qarzimiz kamaysa 65.20 debitlandi. Keyingisi yana chiqim bo'lyapti. Yana g'aznaga to'lanyapti. Endi yana to'lov maqsadiga e'tibor qaratamiz. Налог на доход физических лиц. Demak, daromad solig'i to'lanyapti. Daromad solig'i va ijtimoiy soliqni bilib olish. Daromad solig'i va ijtimoiy soliq turlarini kod orqali bilish ham mumkin. 36 bo'lsa ijtimoiy soliq, 46 bo'lsa daromad solig'ini bildiradi. Demak, daromad solig'i to'lansa, daromad solig'i bo'yicha qarzimiz kamayadi 64.20. Keyingisi yana chiqim 3.335.000 so'm. To'lov maqsadiga qaraymiz. Налог с оборота, ya'ni aylanmadan olinadigan soliq to'landi 64.30. Keyingisi kredit tomonda pul mablag'lari aks etyapti. Bizda pul mablag'lari ko'paydi, kirim pullar va qayerdan keldi? 10-100 bilan boshlanyapti. Demak, bu kassadagi pul mablag'lari. Kassada nima maqsadda pul topshirilganligini bilish uchun to'lov maqsadiga qaraymiz. Tomonidan tibbiy xizmatdan tushgan tushum. Demak, kassadagi pul mablag'lari borib topshirilgan. Keyingisi 5.742.000 so'm biz uchun chiqim va 23.106 ish haqini bildiradi dedik. Keyingisi 25 million so'm kirim pullar bo'lganligi uchun 51 debitlanadi va qayerdan keldi pullar? 10-100 bilan boshlanyapti. Bu bank kassasidagi naqd pullarni anglatadi. Bundan ma'lumotni to'liq bilish imkonsiz. Shuning uchun to'lov maqsadiga qaraymiz. Falonchi tomonidan ustav fondini shakllantirish uchun to'lov. Demak, ustav fondini shakllantirish uchun to'langan to'lovlar 46.10. 783.000 so'm chiqim bo'lyapti. Soliq turini bilish uchun biz yana to'lov maqsadiga qaraymiz. Ijtimoiy soliq to'landi. Keyingisi 776.000 so'm chiqim, soliq va to'lov maqsadida daromad solig'i ekanligini ko'rsak bo'ladi. Endi xabaringlar bor, tibbiy xizmat ko'rsatuvchilar va aptekalar 2025-yil apreldan qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tdi. Shuning uchun kimdir e'tiroz bildirish mumkin, ham aylanma ham qo'shilgan qiymat solig'i to'layaptimi deb. Mumkin. Demak, 715.000 so'm chiqim pullar va soliq maqsadi налог на добавленную стоимость. Qo'shilgan qiymat solig'i 64.10. Keyingisi ham soliq turi chiqim va yer solig'i pul bizdan chiqib ketdi 64.50. Bu 64liklar tavsiyaviy shot. Siz xohlagan raqamingizni qo'yib ishlatishingiz mumkin o'zingiz uchun. 64.10 qo'shilgan qiymat solig'i, 11 foyda solig'i, 12 daromad solig'i deyishingiz ham mumkin. 64.10, 64.20 deb ham raqamlashingiz mumkin. Keyingisi 350.000 so'm chiqim bo'lyapti, soliq va yana yer solig'i ekan. Va oxirgisi 1.081.000 so'm g'aznaga chiqyapti. Bu ham soliq ekan. Bu foyda solig'i 51.10 kreditlandi va foyda solig'i bo'yicha qarzimiz kamaydi 64.30.
Shu tartibda bank ko'chirmasidan ma'lumotlarni olib, biz o'zimiz uchun provodka tuzib chiqamiz buxgalteriyamizga. Asos bank ko'chirmasi bo'ladi. Bank ko'chirmasiga provodka tuzayotganingizda bir taraf doim 50/10 bo'ladi, yokida kirim, yokida chiqim bo'ladi. Shu tartibda bank ko'chirmasiga provodka tuziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.